Assalomu alaykum azizlar. Mana xudo xolasa biznesimizni ham boshlab oldik. Mana endi birinchi ishlarimizni upakovkasini qilyapmiz. Mohlora hormang. Rahmat. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Yo'q. Nimalar solyapsiz? Ikkitadan. Mana bularimiz mana ikkitadan. Katta. Mana bu yerda har xil assortimentlarimiz bor. Ya Abdullo, siz nima qilyapsiz siz? Bo'yayapman. Nima bo'yayapsiz? Gazeta. Voy malades, chiroyli qilib tekis qilib bo'yang, xo'p? Sizni ranglaringiz boshqacha ekan-ku. Bu sotadigan ranglarimiz boshqachami? Bulardan quyib beramiz, a? Bu akvarel ekan. Akvarelda bo'yavering. Bo'yayapsizmi? Bo'yavering. Mana ko'ryapsizlar, biram xursand bo'lib menga raketani bering deb raketani olib bo'yayapti. Bir tovoni sariq bo'ladimi raketani? Bir xil bo'lmaydimi? Bolajonlarimiz o'zini ideyasiga qarab xohlagan rangida bo'yab, nari qo'lingizni nimaga ishlatmayapsiz? Qo'lingizni ushlab oling. Ana ushlab olib, chiroyli qilib bo'yaymiz. Mana Mohlora ham. Qani, ko'rsatingchi qilgan upakovkangizni. Mana. Pastga qiling. Ana bu qizlarimiz uchun ekan, kapalicha va ayiqcha ekan. Yaxshi. Kimga kerak bo'lsa Telegram kanalimizga murojaat qilaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Iloyim bozorlarimiz yurib ketsin, zakazlarimiz ko'payib ketsin. Hammalaring sog' bo'linglar.